بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم hürmetli قرنداشlar. Allah Celle Celaluhu'nun muvaffak kılışı bilen Ailem Cennetim degan dersinin 3. bölümünü sözleyimiz. Hürmetli قرنداشlar. Bizning ders sözleşimizdeki maksat Allah rızalığı için. Bir mümin Müslümanın bu dünyadaki yaşaştaki maksadı Allah'ın rızalığı eriş için. Biz bugün sözlemekçi olan ders aile kuruşu münasebetlik ders. Hem de aile kuruştu mu? Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın şeriatini kıbliname, mizanımız kıptırıp, aile kurup Allah'ın rızalığına eriş için bu dersin sözlevatımız. Bugünkü ders bek mühim qarindoshlar ve nihayeti xatarlik ders. Dersning temisi layık tanlash. Shundoq yigitlar layık tanlash sizlarning hayotinglardagi eng muhim, eng xatarlik masala. Ve singlarimga ham shundoq. Sizlarning dünya ahiretlik baxt saodatingizni sabab bo'ladigan yigitni tanlashinglar hayotinglardagi eng muhim, eng xatarlik tanlash. Sizlar nikohinglar o'qilgan vaqtida qabul qildingizmi degan vaqtda ha qabul qildim degan bu ha gapingiz sizning hayotingizdagi eng xatarlik ha'ning biri. Endi bu loyiq tanlash mushundoq muhim, mushundoq xatarlik bo'lgan ekan. Biz bu layık tanlaşnınki şartlarını, layık tanlaş alakadar bir ölçemni, layık tanlaştaki şeriatnınki ölçümünü bilmey turuplam tanlasak, bulamdı o qarindoshlar. Bulup mu biz dep kilovatımız? Aile Müslüman'a nispeten bir cennet davatımız. Bu aile olsa bizning hayotimizdagi eng muhim bir organ, muhim bir muassasa. Biz tanlagan loyiq bizning hayotimizdagi ajoyib, bizga eng yaqin bo'lgan bir safardishimiz. Unda bo'lgan ekan biz bu loyiqni qanday tanlashimiz kerak? Bizda bu vaqtda shariatning ko'rsatmalari chuqur kallamizda aniq bo'lishi kerak. Men mush to'y qilmoqchi bo'lgan yigit qizlarimizning mush darsini yaxshi anglab, yaxshi tushunib va o'g'il qiz tanlasa shu qizlar tepilgan shartlarni men deb beraman. Uni obdan o'zlashtirib, qizlar yigitni tanlagan chaqda yigitlar bo'lish tegishlik sifat va shartlarni deb beraman. Qizlarimiz buni obdan o'zlashtirib, buningdan keyin mush o'lcham bo'yicha to'y qilishini va mush tushunchani boshqalarga taqitib mush derslerini başkalarına yetkizonlar bu sadaka cariye oldu qarindoshlar. Muşdan olan biz Uygur Müslümanlarının ailesi bir ıslah bolsun, ölçemlik Müslüman aile bolsun. Çünkü şunda bo'lganda bu aileden anandan keyin biz ümmetinin başları buladigan, ümmetni bu cehaletden, bu zulümden qutqizdigan haqiqiy qo'mondonlar, dahiylar andan chiqadi. To'yga beriplam qarasak bir qizni ko'ribdimiz, o'zini ayt ratlik, qamlashgan, adabli qiz ekan. Mush qiz bilan to'ylasak bo'lamdi. Bir shirkat qurmoqchi bo'libdimiz, bir dorixona ochmoqchi bo'libdimiz. Qarasak diplomga bir qizga ehtiyojimiz bor ekan. Voy falon qizning diplom bor ekan, olsam ishim yurishidek adab olsak bo'lamdi. Bir adam bakın nahayet bilimlik, ölüma, ziyalı adamken, özü ahlaklık, yaxşı adamken, dadısı yaxşı deyip şu adamdan kızını alsak bulamdı. Doğru, biz ağan kızının dadısı yaxşı bolsa, bilimlik bolsa, nahayet bu isil eş. Lekin kızını biz alsak bulamdı. Biz kızıyla yaşayımız mı bu ailede, ya ki dadısı mı? Bir adam, vay siz özleri qari Kur'an, isil okuyan katta ziyalı diplomları falan ali mektepte okuyan adam ki ama kızım nesliga hediye biray dese şu kızlarda biz degan şartlar tepilmiş mi? Gop keldi ya hacab Xudoyim bekag'ili badi obda adamken obdalla badi meni hurmatlab berganka olay deb olsak bo'lamdi.
Maktabda o'qiyotsak, bir qizimizga nazarimiz tushibdi. Bu qizni 3 oy kuzatsak, bu qiz maktabga keldi ekan, darsini tirishib o'qiydi ekan, imtihon olsa ashnoat yuqori nomerlarni oldi ekan, yo'lda, sinflarda o'g'illar bilan gaplashmaydi ekan. Bu zamonda manda qizlarni topmoq nihoyat tez deb shu qizni olsak bo'lamdi. Qarasak bir qiz bor ekan, 30 bari Qur'oni Karimni yodlagan. Yüzünü nihoyat chiroyli, yo'gigan. Bu dunyoda unchalik qizlarni topmoq tez. Hamma har qanday bir musulmon yigit o'zining ayolining ashundoq Qur'on Allohning kalomini yodlagan bo'lishi, yüzünü yo'gigan mushunda qizlarni topmoq nada ajoyib Xudoyim berdi deb bu qizni olsak bo'lamdi. Men bunda deganim, bu Qur'on yodlaganlik haqiqatan katta ish. Her qandaq bir yigit arzu qiladigan ish. Bundaq ayolimiz bas Allohning bagini, haqiqatan bagini. Lekin mushning Qur'on, mush qizning Qur'onni yodaganligi, yuzini yapqanligi shu qizning menga ayol bo'lishga, mening tanlashimga yetadigan shartni hozirlaganligini ko'rsatdi. Sizlar darsni oyoqqa anglasanglar, qattiq diqqat qilib bu yetmaydi deganlar chiqadi qarindoshlar. Biz umrvoyat bizningki hamrohimiz bo'lgan qizni qanday tanlaymiz? Men buni sizlarga tövanda deb beraman. Lekin deb berishdan burun bu shartlarni shuni eskartib qo'y qarindoshlar. Mayli qiz bo'ling, mayli yigit bo'ling, bu tanlagan hamrohingiz sizning dunyo oxiratlik baxt saodatingizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sizning mush dunyoga turmushingiz, oxiratdagi baxtingiz, diningiz hamma ishingizga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu shartlarni yaxshi anglang. Lekin shartlarni yaxshi anglashdan burun men to'y qilib bo'lgan qarindoshlarimga deyman. Sizlar voy bu shartlarning ichida qaysi shart mening ayolimda bordi? Oplab menda fursat ketib qolibdi emasmi, men o'yinib qolibdi emasmi deb hasrat chekmanglar. Ham ayolinglarda bu shart bor yo'qligini izlab yurmanglar. Hozirgi uyanglardagi sizning nikohinglarda bor ayol nihoyat yaxshi, Alloh sizlarga bergan ayol. Shu ayolning ayolinglar bo'lganligiga qanoat, roziman bo'linglar qarindoshlar. Birinchisi Allohning sizlarga bergan bu nisbatidan rozi bo'linglar. Ikkinchisi ayolinglarda bir musulmon ayoli tepilishga tegishli bo'lgan shartlarning hozir bo'lish uchun Alloh subhanahu va taologa chin sig'inib duo qilinglar va ayolinglarni halol mol dunyo bilan beqinglar. Uchinchisi, ayolinglarni mushu musulmon loyiq ayol qilish tarbiyalash jarayonida nihoyat yumshoq qo'l, axloqli, chiroyliqcha, go'zal usullar bilan tarbiyalanglar va ayolinglarni ilm so'riniga ittiranglar. Tabliğ ahkam anglashga sharoit yaratib turinglar. İlimden mahrum qolmasin, tabliğ ahkamdan mahrum qolmasa, Alloh subhanahu va taolo sizning oilangizni baxtli, go'zal oila qildi qarindoshlar. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi: "Takhayyaru linutafikum va ankihul atiffa va ankihu ilayhim." Sizlar balanglarning onasini, kelgusi ayolinglarni, mangulik hamroyinglarni yaxshi tanlanglar. Sizlar o'zinglarga mos keldiganni elanglar va mos keldiganga beringlar. Mana bu Rasululloh bizga tanlanglar deydi. Shuning uchun biz bugungi darsimizning temasimi loyiq tanlash qarindoshlar. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam mush tanlashning muhimligi haqida bizga shunday deydi: "Takhayyaru linutafikum fa ankihul akiffa wa ankihu ilayhim." Sizlar balaringlarning onasi bo'lgan, mangulik hamroyinglar bo'lgan ayolni tanlanglar deydi qarindoshlar. Va loyiq mos keldiganni elanglar va mos keldiganga beringlar. Osman ibn Abil As radhiyallohu anhu shunday deydi: "Ya bunayya annakihu mughtaris." O'zining o'g'liga nasihat qilib, balam, to'y qildigan yigit ko'chat tikadigan odamga o'xshaydi. Sen ko'chatni nega tiksa,
Buni yaxshi tanla. Chunki sho'rliq yerdan qizilgul unib qilishi nihoyat bak oz uchraydi. Chunki u sho'rliq yerdan bir narsa bir qizilgulning unib qilishi nihoyat tez. Unis tikan undu deganda mushundaq deydi qarindoshlar. Anda bo'lgan ekan biz tanlashda shariatning o'lchamlarini o'lcham qilishimiz kerak. Unda bo'lsa shariatda mush tanlashni bir ko'rsatgan birinchi o'lcham nima? Birinchi o'lcham bo'lsa musulmon bo'lish kerak qarindoshlar. Ya'ni musulmon degan nima? Musulmon degan aqllisi 5 farzni ado qilish kerak. Shahodat kelimasini deyishi, namoz o'qishi, zakat berishi, haj qilishi, ro'za tutish kerak. Bu bir kofirlik doirasidan musulmonlik doirasiga kirgizgan eng aqlli shartlar bu. Ana musulmon deyil, nima uchun musulmon bo'lish kerak? Bu musulmon bo'lishning sizning baxt saodatingizga nima munosabati bor degan chog'da musulmon demak bu odam oila qursa, oilasida mukammal bir oil nizomnomasi var. Bu nizomnomani Allah, inson yaratgan Allah bükitmagan nizomnoma. Bu nizomnomi bo'yicha oila boshqardi. O'zining xolig'incha açıq qas, açıq, tatlı qas, tatlık, dadistan qağan qoida nizom emas, Allah'ın qoida nizomicha oila boshqardi. Bunun bir qimmat qarashi bor. Bunun oila boshqarishida qizil chiziq, yeshil chiziq bor. Bu o'zining mas'uliyatini biladi. Oila ko'ra, ayoli ko'ra mas'uliyatini biladi. Shariatning ayollarni ne kadar hurmatlaydiganligini biladi. Shuning bu musulmonni tanlang demak shariatda. Çünkü Müslümanlar tanısanız sizni xorlamaydı, sizge zulüm qilmaydi, mas'uliyatsizlik qilmaydi, sizni xolis uy tutib, xolis qo'yib etmaydi, farzandlik bo'lsangiz bolangizni mas'uliyatini biladi. Hatto ajrashqandimi siz bilan shariatning nuqtasi bo'yicha zulm qilmagan asosda ajrashdi, hatto ajrashgan taqdirdami. Shuning uchun chuqur musulmon bo'lish kerak deydi. Allah subhanahu va taolo bu vaqt Qur'oni Karimda وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ Sizlar dinsizlar, müşriklar iman etmekçilik ola olan nikahlanmanglar degan. Bu Rasulullah'ның davrida Mersat deydigan bir sahabe var idi. Bu sahabe nayet küçtüngür hem cüretlik, korkbas bir sahabe idi. Bu sahabe Medine'ye hicret qilgandan keyin davomliq Mekke'ga xufiyona holatda berib, shu yerdagi ojiz miskin hijrat qilmagan musulmonlarni Mekkedan qochirib Madinaga aklatdi. Bir qatimliq shu qochirish jarayonida Mekkeda oqitamlikayni mukinib ketib qolgan vaqtida o'zining jahiliyatdagi söygüni uchrab qoldi. Qarshi birisi Mirsat sen yaxshimisan deyotgan. Onun ismi Anaq'di. O kızın ismi Anaq. Qarız şu kız şu. Körüplam vay kaçan keldin, vay keldin mi? Bugün kecha mening uyamda qo'nib qol degankin. Yo'q. Din bu ishni endi bu ish tugdi. Chunki dinim meni bu ishdan cheklaydi degankin. Vay o'tgan kunni unutib qoldingmi? Tatlı kunlarimizni, qani bizning sevgimiz, muhabbat, aşık bo'lganligimiz qani? Chunki haqiqatan bu sahabi jahiliyat davrida bu qiz bilan aşık, ma'shuq bo'lgan, bir-birini haqiqatan yaxshi ko'rgan. Degandan to'g'ri, lekin men hozir dinim bu harom ishni mendan cheklaydi degankin, yo bugun men bilan qo'nismishada, yo bo'lmasa to'g'lay hozir Amadamsini o'qidi, sizning adamash qashqalarni o'qib, mishada ko'glini ko'rsatdi degandan sahoba, "Ya Alloh" deb qashqat. Bu qiz to'g'ligan, voy, Mirsat adamab qochdi falan. Shundan bu butun Mekkadagi mushriklar qilishlarini so'g'irib, nayzalarini, o'qyollarlar bu sahabini tutmoqchi bo'lgan. Bu sahab shu qechib bir tomdan sakrab hatto putsunib ketgan. Putsunib ketib shunda bo'lsa-mu sog'-salomat Makkaga yetib qolgan qarindoshlarimiz. O'ylab boqinglar, mana bu iymon. O'zining so'ygini asho uchrab qolsam kirib bir piyola suv ichib ketay demidi, bir piyola choy ichay demidi. Islom dinimiz buni cheklaydi deb putsunib ketgan qaramay qochdi. Rasulullohni qashqa qilib, "Ya Rasululloh,
ahvol mushunda. Mening jahiliyat yaxshi ko'rgan Anaq ismli bir qiz bor edi. Mushunda qildi, men qachdim. Ya Rasululloh, o qizni men yaxshi ko'rdim, mushular to'y qilsa bo'lamdi debdi. Rasululloh javob bermay jim turibdi. Bir mazgildan keyin mana men sizlarga o'qib bergan oyat nozil bo'ldi. لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة خير من مشركة ولو أعجبتكم. سلا مشركlar qizlarni iymon etmoqchilik bular bilan nikohlanmoqlar. Mushrik bir qizdan qul bir musulmon qiz afzal. O mushriklar sizlarni haqqancha yoqtirib ketsanlarmi, haqqancha chiroy ulab ketsin, bilim bulab ketsin va yuqori oliy maktabning diplom bulab ketsin. Nim bo'lishdan qat'iy nazar musulmon bo'lish kerak dedi qarindoshlar. Buni sal qarsak bo'lmaydi. Musulmon dedik, shahodat kalimasini aytadi, 5 vaqt namoz o'qiydi, zakot beradi, ro'za tutadi, haj qiladi. Ya bo'lmasa bu qizlarningki oilasiga shunday qarasak, ahvoli qarasak, musulmon da'chiligi bilgilanmaydigan ish emas. Shuning uchun chuqur musulmon bo'lish kerak. İkincisi salih, yani faziletlik buluş gerek. Hem de biz dedik Müslüman buluş birinci şart olsa ikincisi faziletlik buluş gerek dedik. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Ed-dünya meta' ve hayrul meta'iha el-mer'atus salihah" degan. Dünya demek, mal dünya demek. Mal dünyanın en katısı faziletlik salih ayaldır deydi. Yani demek Allah subhanahu ve teala sen bir salih ayalı nisip kıysa deydi. Sen salih ayalı tallap alsan, senin şirketlerinden, mal dünyadan, bankedeki pullarından, igiz binalarından, kımmet markalık maşinlarından, hemmisinden salih ayalı yakşı deydi. Hayru meta'iha mer'atus salihah. Bütün dünyanın en yakşısı salih ayal deydi qarindoshlar. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte shunday deydi: "Mastafadal mu'min ba'da taqvallah hayran min zawjatin salihah" deydi. Musulman yigit nang deydi. Bir musulmonning mush taqvolikdan keyin erishgan, paydogan eng no'chinasi bo'lsa, salih, fazilatli ayol deydi qarindoshlar. Man Rasulullah bizga bu faziletlik ayolning qanday bo'lganini deb berdi. Faziletlik ayol 5 vaqt namozini joyida o'qiydigan yoki davomli yuzini yo'gaydigan unda demadi qarindoshlar. Faziletlik ayolni Rasulullah nima deydi u desa, birinchisi in amaraha ata'athu deydi. Faziletlik ayolning birinchi sifati, ya'ni faziletlik ayol deyishga arziydigan shuningla tegishli qiz deb bilan birinchi sifat, agar yo'ldoshi shu ayolni shariatninki doirasida Qur'on hadis xilop kelmaydigan bir ish qilib bo'lsa, itoat qildi deydi. Chunki bir oilada cho'qim bir boshqurg'ich bo'lish kerak. Boshqalar buning itoat qilish kerak. Unda bo'lmaydigan, mayli bu shirkat bo'lsin, hatto davlatdami fuqarolari boshliq itoat qilmasa, davlat vayron bo'ldi qarindoshlar. Shu itoat qilish bu yerda bir xil u ayolning o'rnining tuvanligini ko'rsatmaydi. Belki şu ailenin inahlık, baxtlik ötüş için çoğun bir itaat buluş gerek. Çünkü bir gap ağır, bir tağda işki yolu var sığmaydı o da. Çoğun her ayal şeriatının ki dairesi de çoğun er itaat kılış gerek. İkincisi ve in nazara ileyha serrethu deydi. Eğer er şu ayalı karısa ayalı qarğanlıqdan erde bir xoşallıq buludu deydi. Yani bu ayal qarısa pakiz. Ağızdan sesi purak kelmeydi, bedenden sesi purak kelmeydi, çaşları alvan salvan emas, kiyimleri alvan salvan emas, üzüm tüzep yürüdü deydi. Nurgun kızlarımız var. Şunda ballık oğandakilan bala, kala, öy deplam üzüm taşıdı dağın. Çünkü ayal şunun dinimizde ayallar iri için yasansam sevap oldu diyen şu kardeşler. Resulullah faziletlik ayal iri karısa bir hoşal boğdek alette buludu deydi. Özü pakiz, retlik, tutkan üyü pakiz, kazan beşi pakiz, juğan kirleri pakiz. Yani karısa şunda pakiz, karısı şunda hoşallık başladı. Üçüncüsü deydi. Üçüncüsü ve in aksama aleyha eberrethu deydi. Yani o ayalga
palani shun chuqum qilishing kerak, men qasam qildim bu ishni desa, u ayol bu odamning qasamini buzishga sabab bo'lmaydi deydi. Ya'ni demak, bir ishni chuqum qilishini talab qilibdi er. Shu ish agar shariatning sirtida bo'lmasa, shariatga xilof bo'lmasa, ayol kishi shuni qilsa, bu fazilatli ayol deydi qarindoshlar. Ya'ni singillarimiz fazilatli ayol bo'lish uchun, erlarimizning tanlashi obyektiv bo'lish uchun o'zida mushni yetildirish kerak. To'rtinchisi, agar bu er safar qilib ketsa, bu ayol shu o'zini saqlashda, shu erning mol mulkini saqlashda va shu erga safar qilish jarayon nasihat qilishda nihoyat samimiy ayol deydi. Ya'ni nihoyat samimiy. Sening mol mulkingga samimiy, seninki haq huquqingga samimiy. Saqlashda, yatlardan saqlashda shunda bir samimiy ayol, mana bu 4 shart tepilgan ayol, nihoyat samimiy ayol deydi qarindoshlarimiz. Endi biz bu fazilatli ayolni tanlashda shu ayolninki, masalan, adis telefon qarasak, telefonda kimlarning tizimligi bor. Qandaq adam bilan aloqa qildi. Do'stlar kim o? O'qiydigan kitob qandaq kitob o'qiydi. Qiziqish qandaq, nima qiziqadi? Naqshi musiqa, ranglik o'ltirish, restoranlardami yoki nima qiziqadi? Mana mushning qarab turib, masalan, ijtimoiy to'rbekatlarda, masalan, Facebooklarda bir narsa chiqas, nima chiqirdi bu qizlar? Shuning qarab turib, bu qizlar fazilatlikmi, fazilatli emasmi? Do'stlari qarab turib, biz bilib olamiz. Shuning uchun bu qiz tepilish zarur bo'lgan. Birinchi shart islom, ikkinchi shart fazilatli bo'lish. Biz almoqchi bo'lgan qiz sapaliq bo'lish kerak. Biz tanlamoqchi bo'lgan qizda tepilish zarur bo'lgan yana bir shart bo'lsa, sapaliq bo'lish kerak qarindoshlar. Sapaliq qizlarni olsak, bizni nurg'un ishlarda xotirjam qildi. Ammo sapasizni deb qo'ysak, bizni nurg'un ishlarda bearam qiladi. Chunki bizda erni er qilganmi ayol, yer qilganmi ayol deydi. Sizni qachon yer qildi desa, sapasiz bo'lganda yer qildi qarindoshlar. Bo'libmi, mushu cho'ng-cho'ng ishlarni qilayotgan, ilm bilimda ma'lum pallaga yetgan, ishlarga bosh bo'lgan va shundoq bo'lishini o'ylaydiganlar chuqum sapaliq qizlarni tanlashimiz kerak. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir safasiz qizni ep qilib qo'yib etgan, shu qillam qo'yib etgan. Qanday desanglar? Rasululloh bir qizni oldi, bir ayolni oldi. Elib shuni oqshimisi to'y tugandan keyin uy kirib, dinimizda to'y oqshimisi shu qizning peshonasini tutib o'qiydigan bir duo bor. Rasululloh shu duosini o'qay debdi, "A'udhu billahi minka" debdi. Men senden Allah'tan panoh tilayman deydi. Endi bu duo degan shaytondan panoh tilashda o'qilgan duo. A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim deb. Rasululloh hayron qilib, "Nimishqa bundaq deysiz?" debdi. "Sizlar mush gapni yaxshi ko'radi ekanligu" dedi. Degan kim sizga shunda dedi debdi. "Sizning ayollaringiz shunda debdi" Payg'ambar sollallohu turib ketib, "Siz Allohning nomi bilan mendan panoh tildingiz, oilangiz keting" deb yo'l qo'ydi. Nima uchun qarindoshlar? Bu ayol aşındaq bir qamlashmagan gapni mushin desang, Rasululloh xush bo'ldi desa, ashni bir uqmay tushunmay deganlikdan, ya'ni sapa bo'lmoqni Rasululloh buni qo'yibdi. Nima uchun? Rasululloh bir qo'mondan, Rasululloh bir ummatning beshi. Rasulullohning uyiga bundaq sapasiz ayollar kelsa, bu Rasulullahning keyingi kelgusiga og'ir ta'sir ko'rsatadi. Bundan bir misol qarindoshlar. Masalan, aeroplan haydagan bir aeroplanga chiqsak, shu aeroplanning kipingisiga har qanday odamni kirgizamdi. Kirgizmaydi. Bir odam kirib, aeroplan lüchtin debdi-da, men 2 minut sen o'ltiraydi bir o'ltirib baqay desa, shu aeroplanni o'ltig'ul qo'yamdi. Balkim o'ltig'ul qo'ysa, xohlagancha bir knopkani bosib shu 2 minut ichida shu aeroplanni yo'lga tushirib o'tishi butun xalqni halaq, butun yo'lovchilarni halaq qilib o'tishi mumkin. Shuning uchun Rasululloh qanday qildi? Siz oilangiz keting deb, shu to'y qilgan kunisi Rasulullohning uyiga salvatdi. Yo'lga salvatdi. Demak, mana bu sapa mushundan muhim qarindoshlar.
Çünkü biz bu aeroplanni haydayotgan bir odam, bir oilaning beshi bizning qishimizga nadon kirib qolsa, balkim shu aeroplanning tushib ketishiga sabab ming biz aqlli, noat ehtiyotchan bo'lsakmi, yenimizdagi odamcho sapasiz bo'lsa, shu o'xshash bizni yer bilan yakson qilib etish mumkin. Shuning erni qilgan muhotun, yer qilgan muhotun. Endi bu qizning sapasini qanday bilamiz? Sapasini qizdan bir necha savol so'rash, ma'lum bir tema ustida suhbatlash orqali bilamiz qarindoshlar. Ilmga qanday qaraysiz? Hozir dunyoda musulmonlar bak ezilyotdi, Uyg'urlarning holi bak xarob deb shunday bir necha so'zlasak, yo o'qiydigan kitobi yoki ziyorat qilgan to'r bekatlari, qiziqishi, qilayotgan ishlari, to'r bekatga chiqqan uchurlari, Facebookga chiqqan narsalarga, materiallarga qarab buning sapasini bilib oldi. Biz 5-10 minutlam suhbatlasak, muayyan bir temada suhbatlasak, muayyan bir necha savolni so'rablam, bu qizni biz ochiq kitobda o'qig'ili bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun sapaliq bo'lish bak muhim. Biz tanlamoqchi bo'lgan loyiqda tepilishga tegishli 4-chi sifat yoki shart bo'lsa qarindoshlar, hayo. Qizlarning go'zalligi shu qizlarning hayochonligida qarindoshlar. To'g'ri, erlardan hayo bo'lish kerak, ammo qizlarni birdan bir go'zal, nozin qiladigan sifat bo'lsa, shu qizlarning hayokor bo'lishi. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam kiyim kiysa erkishdak kiydigan, kulsa erkishdak kuladigan, ish harakatlarida erkishga o'xshash qiladigan hayosiz ayollarga la'nat o'qigan. Hadis sharifda Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam shunda deydi: "Likulli dinin xuluq va xuluqul islom haya." Har qanday bir dinning axloq nizomnomasi bor. İslamның axloq nizomisi hayoga ixchamlashgan deydi qarindoshlar. Butun axloq hayoga ixchamlashgan deydi. Endi biz bu yerda hayo desak, hayo degan gap Uyg'urchada nomusliq ish harakatdan yiroq bo'lish deganni ko'rsatadi. Xijilchanlik bilan aralashtirib olsak bo'lmaydi. Bu xijilchanlik bir xil psixik kasal bu. Ammo hayo degan nima desa, hayo degan mandaq nomusliq ish harakatdan o'zimizni sirt qolamiz. Mesela xijilchanlik, mesela hozir bir necha namoz o'qiydigan, o'qimaydigan og'illar bir yerda o'tirdik. Shundoq namozga azon chiqsa, bir xil tavrinib, bir xil puchulinib, "Voy, manglar namoz o'qiyli" deb gapni deyamaslik, bu xijilchanlik, bu hayo emas qarindoshlar. Bu bir xil kasal. O'zida ishonch bor odamda xijilchanlik olmaydi, hayo bo'ladi. Hayo degan ish harakatlariga, gap so'zlariga muomala qilish jarayonida bilib olamiz. Masalan, bir yigit bir qiz bilan to'y qilmoqchi bo'lib, ota-onasiga berib, paranglashgandan keyin qaytib keldi. Yana bir qatam mush qizlar bilan bir ko'rishib, paranglish niyatida u uyga telefon oldi. Telefon olgandan keyin u qizni dadisi aks ko'tirdi, buni aks elib, "Men uyga berib shu bir paranglashib kelay, to'y qildi" degan desa, dadammi deb qaytadi. Shundan dadasi ma'qul deydi, u aksim ma'qul deydi. Degan keyin u qiz kendidan telefon eliblam, "Rost to'y qildirashingiz bo'lsa, keling uyga bo'lmasa kelib yurmang" deydi. Shundan mendan maslahat so'raydi. Mushunda ish bo'ldi, men qanday qilay degan men dedim, "Ammo bu qizni." Chunki bu qizda hayo yo'q. Qanday hayo yo'q? Dadasi ma'qul desa, akisi ma'qul desa, hech qaysining gapini ko'ziga ilmagan qiz ikkinchisining ko'ziga ilmasligi tug'anli gap. Mana bu hayo qarindoshlar. Hayo ayollarda bo'lishga tegishli eng muhim tepilmasi bo'lmaydigan sifatlarning biri. Biz bu qizlarningki ijtimoiy aloqalarda, yurib turishlarda, kiyinishlarda, gap so'zlarda hayo bor yo'qmi, buni bilalaymiz. Buningga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Beshinchi tepilishga tegishli sifat bo'lsa, bu qiz
eriga itoatchan bo'lish. Men dedim, itoatchanlik qarg'ulash emas. Neymini qisma qo'llaydigan. Itoatchanlik shariat doirasida, Qur'onga zid emas, hadisga zid emas. U ayolga ziyon keltiradigan jismoniy, ruhiy jihatdan ziyon keltiradigan emas bo'lsa, shu oilaning baxt saodati, erning xushalliqi, xotirjamligi, oilaning xotirjamligi bo'lsa, ayol chuqum itoatchan bo'lish kerak. Bizda bu qarindoshlar, bir oila bir shirkatga o'xshaydi. Bu shirkatda chuqum bir shirkatning mudiri bo'lish kerak. Oila bir davlatga o'xshaydi. Davlatning chuqum bir raisi bo'lish kerak. Endi rais bo'lgankan ostidagilar chuqum buningga itoat qilganchaqda xotirjam bu davlatning boshliq o'g'li bo'ldi, xotirjam bu shirkatni gullantirgili bo'ladi. Endi itoatchan emasligini qanday farq etamiz degan vaqtida biz gap qilish jarayonida buni aniq deyishib olsak ham bo'ladi qizlar bilan, yoki bo'lmasa shu qizning oilasiga qarashimiz kerak. Bu oilada dadining gapi gapmi yoki onaning gapi gapmi? Masalan, to'yliq oldigan chog'da qarasak gapning hammasini ona qilayotgan. Uyga berib qizga choy kelgan chog'da qarasak gapning hammasi onaning qilayotgan. Qarasak sahnada ona bor, dada sahnaning orqasida bo'lsa, demak bu oilada, chunki qiz mush onaning tarbiyasini ko'pincha o'ziga singdirib oladi. Demak bu oilada ayolning gapi gap, erning gapi gap emas degan bo'ldi. Buni muomala qilish, to'yga choy akirish, to'yliqni silish va bir necha qatimliq o'ltirishlar chuqum bilvog'ili bo'ldi qarindoshlar. Shuningga bu biz olmoqchi bo'lgan qizningki itoatchan, shariatning ramkasi ichida itoatchan bo'lishi nihoyat zarur. Mana bu 5 shart inshaalloh keyingi darsimizda yana shu loyiq tepilish zarur bo'lgan shartlarni bayon qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.